Shayx hazratlari Alloh rahmat qilsin, ertalab soat 4dan odatda 6gacha asosiy ish vaqtim derdilar. Ilgarida shuna qo'ygan ekanlar. Asosiy ish vaqtim derdilar. 10gacha bir kunlik ish qilsa bo'ladi deb qo'yardilar. Illa oxirgi yillarida shu Toshkentda yig'inlarga borardilar. Unda hamisha 7da borardilar. Ammo albatta 4da turardilar. 5dan boshlab biz masalan bir qancha pochta yozuvlarimiz bor. Hazratga ba'zi masalan ilmiy maqolalarni yuborardik, u kishi javob berardilar, biz savol berardik. Ba'zi o'sha ilmiy oldi berdilarimiz bor. Pochtamda hozir ham turadi. Hammasi 5da. 5, 5 u 5, 5 degan 5, 5, 5 u 5 shunaqa. Hammasi. Bir vaqtda ocharkanda pochtani ham har kuni. Har kun nima keldikin deb kunduz bilan ochib o'tirmay ekanlarda, har kuni bir vaqtda ochib, o'sha vaqtda javob berib yopib qo'yar ekanlar bo'ldi. Hatto pochtaga javob berishga ham tartib qo'ygan ekanlar soat. Mana turadi hozirgacha pochtalar soat 5 hammasi. 5 degan 5, 5 u 5, 5 shunaqa. Ana shunday tartib bilan bo'lganlari uchun ko'p narsaga erishganlar. O'zlari ko'p aytardilar buni. Yig'inga borsak, to'yga u yoqqa billa borardik ko'pincha. Albatta billa boradigan bo'lsa, birinchi bizni olib, keyin hazrat olinadi. Soat 7da bo'lardi ko'proq Toshkentning to'ylari. Hozir ham shunaqa bo'lsa kerak. O'sha yaqin atrofda bo'lsa 6:30 da mashina kelardi, 15 daqiqada yetilardi. Uzoqroq bo'lsa 6:20 da keladi. Uni o'sha va'da bergan paytlarida daftarga qaysi to'yxonaligi yoziladi, masofasi o'lchab turib, soati belgilab qo'yiladi. 6:30, 6:20. Keyin 6:30, 6:20 da kelinlar edi. Kelib agar darvozani taqillasa so'kib berardi hazrat. Sen meni ahmoq deb o'ylayapsan? Kelganingni xabarini qilasan. Yo keldim deb telefon qilsa, o'ta qattiq deyardilar. Birov kelib masalan Fozilxonga telefon qilib men keldim desa, o'ta qattiq deyardilar. Kelib zona so'rash ham mumkin emas edi. Lekin kelib mashina albatta ketib kutib turish kerak edi. 6:29 da masalan yarim bo'lsa. 30 deganda g'iq etib eshik ochib chiqardilar. 6:30 deganda shuni eshik ochib chiqardilar. 31 bo'lishi mumkin, lekin 30 g'oliban. Lekin hargiz bundan kech qolish mumkin emas edi. Va borib men keldim deyish ham mumkin emas edi. Sen meni esar yoki ahmoq deyapsan yo betartib deb o'ylayapsan. Deb qattiq deyardilar o'ta ham. O'shuning uchun borib indamay kutib o'tirlar edi. Aytilgan daqiqada chiqardilar. Odatda mashina kech qolsa qolgan, hazil qo'ygan emas. 1-2 marta mashina kech qolgani bo'lgan. Va to'yxonaga kelib hazrat mashinani kech qolganini aytib, uzrda aytib, rosa dakki berganlar mashina mas'uliga. Men kech qolishimga sabab men emas. 6:25 dan beri o'tiribman darvozani oldida. Darvozani oldida so'rlar bo'lardi. 20-25 chiqib o'sha yerga o'tirardilar. Tasbih o'girib. Yarim bo'lishi bilan chiqardilar tashqariga. Ana shunday tartib intizom bilan katta natijaga erishganlar. Shunday o'zingizni temir intizomga qo'ymasangiz, kun tartibi bermasangiz o'zingizga yotishda, turishda va hokazoda natija kutmay qo'ying. Shuning uchun ilmun nafs egalari, ijtimoiy fan egalari, insonni o'rganganlar umumiy xulosa qilib aytishgan gaplardan bittasi shuki, muvaffaqiyatning garovi tartib deyishgan. Tartibning birinchi qoidasi xohlamagan narsasiga o'zini majburlay olishligi. Xohlamagan narsasiga o'zini majburlay olmagan odam ikki dunyoda tartibga tusha olmaydi. Muvaffaqiyatning garovi birinchi bo'ladi. Tartib. Tartibning birinchi qoidasi xohlamagan narsasiga o'zini majburlay olish. Shuni qilmagan odam o'zidan muvaffaqiyat kutmay qo'yaversin, natija haqida o'ylamay qo'yaverish kerak. Kim erishgan bo'lsa, buni olimlar o'rganib aytayapti. Kim erishgan bo'lsa, mana shu qoidalar bilan erishgan. Hazrat bir joyda bir yig'inda Andijonda soat 10 ga bo'lsa, masalan, esimda yo'q, 9 ga yoki shu kunduzi peshindan oldingi vaqtida 9 bo'lsa kerak, salkam 1 soatgacha qolib keldilar. Salkam 1 soat. Deyarli 1 soat desa bo'ladi. Endi biz Andijon ahli juda ham muhabbatli, takallufli. Odatda bitta ovqat bilan kifoyalanmaydi, ikkita ovqat beradi. Endi mavizadan oldin bitta sho'rva berish kerak yoki mastava berish kerak, keyin maviza, keyin osh bo'lishi kerak qoida bo'yicha. Birinchi ovqatni berib tursa ham bo'ladi, u kishi kelguncha. Berishmaydi. Ulamolar ham kutamiz hazrati deyishdi. Birinchi ovqat 1 soatdan keyin berildi. 1 soat hamma o'tirdi, bir-birini tomosha qilib. Keyin kelib o'tirishlari bilan ovqatni suzishdi. Juda ham kayfiyatlar bo'g'ilgan holatda o'tirdilar. Rosa shiddat bilan kelib keldilar. O'tirib hech kim bilan so'rashmaydi ham gaplashmaydi. Yonidagilar o'zi o'rtoqlari hazratlar, ulamolar. Birortasiga qaraganlar yo'q vajohatdan. Keyin mikrofonni oldilarda ovqatdan keyin
Aytdilarki, men hozir kech qolganimga uzr so'rayman birinchidan. Ikkinchidan aybdor men emasligimni ham aytib qo'ymoqchiman dedilar. Yo'lda bir qorin nikohi bor, shunday kirib o'qib chiqamiz deb meni majburlab olib kirishdi. Hofiz Qur'on u bu deb maqtab. Qori xursand bo'lsin deb kirdim. Mana shu yerda turib uzoq joyga olib ketishdi. Olib kirib olishdi. Ular hali kelinga aytishmagan ekan, kelin tayyorlamagan ekan. Kelinni kutib o'tirdik, oxiri kelin chiqdi, nikohini qildik, keldik, mana kech qoldik. Lekin bunga aybdor o'sha falonchilar bo'ldi dedilar va aytdilarki, hozir shu yerda 300 kishi o'tirgan bo'lsanglar dedilar. 1 soat vaqtinglar bekor ketdi. U degani 300 soat ummatdan zoya bo'ldi degani. O'ylama 1 soat ketdi deb. 300 soat ketdi. Shu 300 kishi agar 1 soatdan vaqtini yo'qotgan bo'lsa, 300 soat ummatdan yo'qoldi. Siz o'ylamang, u vaqt faqat meniki deb. Yoningizdagi odamning vaqtini olayotgan bo'lsangiz, uni ham zoya qilayotgan bo'lasiz. 300 soat ummatdan vaqt ketdi, boshqa xalqlar, ongli xalqlar 300 soatda kashfiyot qilishgacha erishyapti dedilar. Biz shunaqa qilib umrimizni zoya qilyapmiz. Oshni kutib o'tirib, mastavani kutib o'tirib. Deb rosa qattiq gapirdilar. Mana shu bizga ta'lim bo'lishi kerak.